Nima uchun so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda jigar degan so'z juda ham mashhur bo'lib ketdi? Bugun men sizga shuni tushuntirib beraman. Assalomu alaykum. Bugun jigar yorilishi haqida gaplashamiz. Jigar yorilishi ko'pincha kuchli zarba natijasida paydo bo'ladigan, vujudga keladigan bir holat hisoblanadi. Eng ko'p uchraydigan sabablardan biri yo'l transport hodisalari yoki biror joydan yiqilish yoki tashqi biror zarba. Ayniqsa sport mashg'ulotlari paytida bu holat juda ham ko'p uchraydi. Jigar odatda qon bilan juda ko'p ta'minlangan organ bo'lganligi uchun va inson tanasidagi eng asosiy filtr vazifasini bajarib berganligi uchun bu organning qon yo'qotishi juda ham xavfli holat hisoblanadi va ko'p holatlarda ichki qon ketishi bilan yuzaga keladi. Odatda belgilari o'ng qovurg'a ostida og'riq, kuchli og'riq bo'ladi, ko'ngil aynishi yoki bosh aylanish, holsizlik kabi belgilar qo'shimcha ravishda keladi. Teri rangining oqarib ketishi va tanani sovuq ter bosishi esa bu ko'p qon yo'qotishining belgisi hisoblanadi. Ba'zida tashqi jarohat natijasida hech qanday belgi bo'lmasligi, ya'ni ko'karmasligi, qizarmasligi mumkin, lekin bu ichkarida og'ir qon yo'qotmayapti degan belgi emas. Ya'ni ichkarida ham qon ketishi davom etayotgan bo'lishi mumkin. Bu holatlarni tekshirish uchun esa albatta ultratovush tekshiruvi yoki kompyuter tomografiyasi orqali tekshirishsa, bunday holatlarda eng aniq tashxisni qo'yish mumkin bo'ladi. Og'ir holatlarda bunday holatlar operatsiyagacha yetib boradi. Yengil darajadagi yorilishlarda operatsiyasiz shunchaki konservativ yoki kuzatuv bilan davolash mumkin. Og'ir holatlarda esa bu operatsiya holatigacha yetib boradi. Bu masalan jigarning bir bo'lagini olib tashlash darajasigacha yetib borishi mumkin yoki inson hayotini yana ham xavfliroq holatga borib qolishi mumkin. Kech murojaat qilish esa hayotni uchun xavfli asoratlarga olib keladi. Hattoki inson o'limi ham buning natijasida kelib chiqishi mumkin. Travmadan keyin og'riq o'tib ketadi degan o'ylov bu eng katta xatolardan biri hisoblanadi. Travmadan keyin qorin og'rig'i yuzaga keldimi, vaqtida shifokorga murojaat qiling. Bu sizning hayotingizni saqlab qolishi ehtimolini oshiradi. Videoni jigaridan udar yegan tanishlarga yuborib qo'ying. Savollar bo'lsa izohlarda yozib qoldiring. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasallik haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.